Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Taraqqiyot mahallasida 6 sotix hovlimiz sotuvga chiqqan. Daryoni bo'yi, yana qora suv, bu yerda kanaldan suv oqib o'tgan. Kuzgi kunlari suv oqishini qaranglar. 6 sotix joyimiz. Bu joyimiz Yangi O'zbekiston bog'iga 8 kilometr, Yangi Toshkent hududiga 3 kilometr joyda turibdi. 20 ga 30 fasad ajratib beriladi. Chonali bir menga yangidan qo'shilgan ekan. To'liq bitmagan. Kelib turib, ozgina remont bilan yashab turishga bo'ladi. Yo'q bitgan. Yo'q kladovka, podvol. Yo'q tandirxona, o'choq. Shunaqangi joy. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Batafsil yana ko'rsatamiz.